507 sotuqdan iborat oilaviy gostinitsa. Mana old qismi stoyanka, детский площадка. Lokatsiyasini o'zi ko'rsatamiz. Lokatsiyasi azizlar Buxoro tibbiyot universiteti Karvon bozor chorrahasi va Karvon bozorimizdan asosiy yo'ldan 800 metr o'tamiz. Azizlar joylashuvi uglovoy turibdi. Ana yon tomonda ham eshik bor, hovlisi, tapchan, hammasi azilini ham bor. Endi 7 ta yashash xonasini kirib ko'ramiz azizlar. Kirganimizda katta kutib olish xonasi, dam olish xonasi, xo'p, kuxnya qilgan egalari va aytgancha narsalari bilan to'liq beriladi. 7 ta xonasini ham ko'rib chiqamiz. Uchastkimizda umumiy maydoni 507 sotuqdan iborat azizlar. 7 ta yashash xonasi va bitta katta zal mavjud azizlar. Kadastr hujjatlari turar joy, lokatsiyasi Maxosa darvozaga yetmasdan zapravkaning orqa tomonida. Narxi keladigan bo'lsak, narxi 129.900 va albatta kichkina zazorchasi bor. O'zlaringizni asranglar.